Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugungi videorolikda Rossiyada uy sotib olish qanchaga tushadi? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Yaqin bir do'stim bir 3-4 kun bo'ldi. Mana shu orqalarida ko'rib turgan uyni sotib oldi. Bu uyni video davomida ko'rsatib o'taman. Qanchaga olganini, qanchaga tushganini videoning oxirida aytib o'taman. Xo'p, uyga keladigan bo'lsak, dacha buni dokumenti ejisi, xo'p, propiskaga qo'ysa bo'ladi, постоянно yashashga bo'ladi. Xo'p, Kaluzhskoy oblast, Jukov rayonida, xo'p, Stupenka degan bir nimada, dachada. Bu yerda yerlarning narxi где-то 120 ming rubl atrofida 1 sotik yer. Mana bu yer ham sotiladi. Buni ham narxi 120 mingdan уже sotuvga qo'ygan. Svet bor, tok kelib turibdi, gaz bor. Xo'p, yo'llar yaxshi, tekis joy. Bundan keyingi mana yerda yana bitta dacha bor. 5 sotiq, bu ham sotiladi. Buni xo'p, sotig'i 100 mingdan. 1 sotig'i 100 mingdan 5 sotiq, lekin bu треугольник bo'lib tushgan. Треугольник qanday deganlarga shu 3 ugl bo'lib tushgan, чтобы kvadratniy emas, lekin zaborlari polni qilingan, svet kelgan, gaz kelgan, xo'p, suv bor. Xo'sh, endi bu o'zimizda bu bir yaqin tanishimda dachasi, yaqinda sotib oldi. Xo'p, ko'ramiz. Leshni o'zim mana shu brushatkasini qilib berishga kelganman. Xo'sh, dacha zo'r joyda, tinch. Bundan nariyog'i polni dala. Xo'sh, bu zaborlarga kelsak, zaborlarni ham o'zi normalni qilib qo'yibdi. Mana yerda где-то 6 metrga 4 metr garaji bor. Orqada yana bitta varotasi bor. Mana yerda besetkasi bor. Uchastik 8 sotikda joylashgan. Shu ko'rib turgan uylaring bu polni brusdan qilingan, svoy qog'ilib, beton qo'yilmagan. Svoy qog'ilib o'zi brusdan ko'tarilgan. Mana yerda septigi bor. Orqada 30-35 metrga suv urilgan. Xo'sh, uchastikda kattaligi o'zi plashatkasi 8 sotiq. 8 sotiq. Xo'sh, uyga kirib ko'ramiz hozir. Sal qorong'ilik qilishi mumkin. No, попробуем. Xo'sh, polni taxtadan 85-86 kvadrat atrofida. Xo'p, bu koridori. O'ngga burilganda bitta spalni. Xo'p, undan keyin mana yerda zal bor, katta zal. Shuna zal bor. Zaldan keyin bu yer yana bitta xona. Bundan keyin shuna spalni nechta edi? Xo'sh, mana yerda dush bor. Ikkita spalnimi? Xullas, ikkita spalni. Shuna qanchaga oldingiz? Aniq narxi, точно. 3 million 800. No, короче, 3 million 800 ming rublga olgan. Mana shu общий uchastik, 85 kvadrat uy, besetka. Xullas, buni oldingi xazayini yashamagan. O'zi uchun qurib qo'ygan, Moskvich bo'lgan, orasi 200 km uzoqligi bo'lgani uchun, xullas ketish qiyin bo'lgani uchun buni sotgan. Zaborni o'zini hisoblasa bir 500 ming rublga keladi. Usta haqqi, material. Xo'p, besetkani o'zi kamida bir 150 ming rubl. Usta 150 ming rubl, 80 ming rublga qilib berishi mumkin, lekin material bilan 150-200 mingga tushadi. Xo'sh. Mana bu taxtadan qurilgan bu uyda o'zi. Xo'sh, agar ustaga qildiradigan bo'lsalaring, usta minimum bir 800-1 million oladi. 1 million rubl olsa kerak. Sababi uy katta. Polni taxtadan bo'lgan. Endi bunga ketgan rasxodini bilmadim-u. Xo'sh. Примерно bu uyda ham agar 3 millionga hisoblaydigan bo'lsa, undan tashqari mana bu garaj bor. No, короче, общий mana shu yerdagi bor narsani hisoblasa, yer просто tak tekinga tushyapti. Просто bepulga tushyapti. Svet kelgan, gaz kelgan, hamma narsa kelib bo'lgan. Xullas, uy olmoqchi bo'lganlarga hammaga mana shunday yaxshi joydan uy, yer nasib qilsin. Hammaga rahmat.
Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Dacha tinch. Juda ham zo'r joyda joylashgan. Sog' bo'lasizlar.